Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bitmas tuganmas salovatlarimiz bo'lsin. Sahobai kiromlardan Alloh azza va jalla ulardan rozi bo'lsin. Xususan biz mo'min musulmonlarni bilib bilmay qilgan xatolarimizni, gunohlarimizni o'zi mag'firat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana aziz birodarlar, Ramazonni ham 18-kuniga, ya'ni 8-darsligiga siz azizlar bilan ko'rishib turibmiz. Mana hademay 8-Ramazonni ham sizlar bilan iftorlik darsxonada ham suhbat bo'lib, tinglab darslikni eshitib o'tiribmiz. 8-darslik qalb qanday roza tutadi degan darslikdan iborat ekan. Alloh taolo aytadi, kim Allohga iymon keltirsa, u zot uning qalbini hidoyatga solur deb aytayapti. Qalbni hidoyat haqi qanday? Tavfiq va hidoyatni asosi, har bir amalni asli va barcha harakatlarning negizidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar, ogoh bo'linglar. Jasadda bir parcha go'sht bor. Agar u to'g'ri bo'lsa, jasadning barchasi to'g'ri bo'ladi. Agar u fasod bo'lsa, jasadning barchasi fasod bo'ladi. Ogoh bo'ling, u qalbdir dedilar. Qalbi to'g'ri bo'lishi dunyo oxiratdagi saodat, uning uzoq bo'lishi uning chegarasini faqat Alloh taologina biladi. Darajasini muhaqqaq halokatdir. Alloh taolo aytadi. Qola ta'ala: Inna fi zalika ladhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Albatta banda qalbi borligi va zehni bilan quloq osilgan eslatma bordir. Osilganlarga ya'ni eslatma bordir deyapti Alloh azza va jalla. Har bir yaratilgan jonzotda qalb bo'ladi. Alloh taolo qo'yinki, nimani yaratgan bo'lsa, hammasida qalbi bor. Ammo bu qalb ikki xil. Iymon ila munavvar bo'lgan, taqvo ila odob bo'lgan tirik qalb haqida, harob bo'lib so'ngan, kasal va o'lik qalb haqida ketmayapti. Alloh taolo aytadi, uning qalblarida kasali bor. Alloh kasallarni ziyoda qiladi va ularni yolg'on gapirganlari uchun alamli azob bordir deb Alloh taolo o'zining kalomida aytayapti. Boshqa oyatda esa shunday marhamat qilinadi: "Va qalu qulubuna gulf bal la'anahumullohu bikufrihim faqalilan ma yu'minun." Va ular qalbimiz g'iloflangan deyshadi. Yo'q, unday emas. Kufrlarni sababli Alloh ularni la'natlagan. Bas ozgina iymon keltiradilar. O'lik qalblar haqida yana shunday deyiladi. Qola ta'ala: "Va qalu qulubuna fi akinnatin mimma tud'auna ilayhi wa fi adhanina wa qurun wa min baynika wa baynika hijabun fa'mal innana 'amilun." Sadaqallohul azim. Ular qalblarimiz sen da'vat qilgan narsadan g'ofildadirlar. Quloqlarimizda og'irlik bor. Sen bilan bizni oramizda esa parda bor. Bas sen amalingni qilaver. Biz ham albatta o'z amalimizni qiluvchilarmiz deydi. Qalb kasal bo'ladi, qulflab qo'yiladi va oxir oqibat u qalb o'lib, so'nib bitadi. Allohning dushmanlarida ham
qalb bo'ladi, lekin ular hech narsani anglab, tushunib bilmaydi. Ya'ni u qalb o'lib bo'lgan qalb. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday duo qilar edilar: "Ey qalblarning boshqaruvchisi, meni qalbimni diningda sobit qil." Mo'minning qalbi doimo roza tutadi. Uning roza tutishi halokatga olib boruvchi sharq, botil e'tiqod, yomon vasvasa niyatlardan forig' qilish bilan bo'ladi. Mo'minning qalbi Allohning muhabbati ila obod bo'lgan bo'ladi. Robbisini uning ismi va sifatlari ila Alloh o'zini qanday sifatlagan bo'lsa, shunday taniydi. Bunday qalb ila Alloh taoloni ism va sifatlarini, koinotdagi Alloh taolo yaratgan sahifalarni va Alloh taolo mahluqotlarining daftarini basorat ko'zi ila mutolaa qiladi. Mo'minning qalbi uning zulmat aralasha olmaydigan yorqin nur bo'ladi. Bu abadiy risolat, samoviy ta'limotlar va robboniy shariat nuridir. Ushbu nurga Alloh taolo bandaga tabiiy fitrat qilib bergan nur qo'shiladi va ikki ulkan nur jamlanadi. Alloh taolo aytadi: Qala ta'ala: Allohu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Alloh osmonlar va yerni nuridir. Nurini misoli xuddi bir tokcha ichidagi chiroq bir shisha ichida, u shisha go'yo bir durdan yaralgan yulduzga o'xshaydi. U chiroq na sharq va na g'arbiy bo'lgan muborak zaytun daraxti moyidan yoqilur. Uning moyi musaffoligidan garchi unga olov tegmasa-da, atrofini yoritib yuborgudek maskular qo'shilgan esa nur ustiga nur bo'lur. Alloh o'zining bu nuriga o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Alloh odamlarga ibrat olishlari uchun mana shunday misollarni keltirur. Alloh barcha narsani biluvchidir. Mo'minning qalbi chiroq kabi porlaydi, quyosh kabi nur sochadi va subh kabi yoritiladi. Uning qalbida oyat karimlarni tinglaganda, iymoni va tafakkur qilganda ishonch ziyoda bo'ladi. Mo'minning qalbi kibrdan roza tutadi, chunki u qalb rozani buzib yuboradi. Kibr uning qalbiga o'rnashadi, chunki u harom amaldir. Kibrning asli o'rni qalbda bo'ladi. Agar kibr qalbga o'rnashsa, uning sohibi ahmoq va tentak kasalga aylanadi. Sahih hadis quddusiyda Alloh taolo aytadi: "Kibriyo mening riyodimdadir, ulug'lik mening iznimdadir. Kim ikkisida men bilan talassa, uni azoblayman", deb Alloh azza va jalla aytayapti. Ha birodarlar, azizlar, bu narsalardan barchamiz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerakdir.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, kim Allohga takabburlik qilsa, uni xorlaydi. Kim Alloh uchun tavozili bo'lsa, uni yuksaltiradi. Mo'minning qalbi ujubdan ham roza tutadi. Ujub insonni o'zini mukammal, boshqalardan afzal va uni boshqalar yo'q narsa bor deb tasavvur qilishdir. Bu esa ayni halokatdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, 3 narsa halok qiluvchidir. Kishi o'z nafsidan ajablanish, qattiq xasislik va erishganidan havoi nafs. Ujubning davosi inson o'z aybini, xatolarini ko'pligi hamda minglab qilgan, so'ngra uni esidan chiqargan gunoh va yomonliklariga qarab ko'rishdir. Uning hisobi Robbimiz huzurida u adashmaydi va unutmaydi. Mo'minning qalbi hasaddan roza tutadi, chunki hasad yaxshi amallarni olov kabi kuydiradi. Qalbning nuri o'chiradi va mo'minni Alloh tomon yurishni to'xtatib qo'yadi. Alloh taolo aytadi, Qola ta'ala am yahsudunan-nasa ala man atahumullohu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikmata wa ataynahum mulkan azima. Sadaqallohul azim. Yoki ular Alloh o'z fazlidan bergan ne'matlari uchun odamlarga hasad qilishadimi? Axir biz ilgari ham Ibrohim nasliga Yusuf, Davud, Sulaymon kabi zotlarga kitob, hikmatni berib, yana ularga buyuk mulk, hukmronlik ham ato etgan edik-ku. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, bir-biringizga hasad qilmanglar. Bir-biringizdan nafratlanmanglar. Uzr urushmanglar va o'zaro najash insonlar o'zaro kelishib bir-biringizni narini oshirish, narsani, ya'ni insonlarni o'zaro kelishib bir narsani narxini oshirish, savdoni qilmanglar. Ba'zingizni savdosi ustida savdo qilmasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 marta sahobalarni bir kishini jannat ahlidan ekanligini xabarini beradilar. U kishi nima evaziga jannatga kirgan haqida so'ralganda, qalbimda biror mo'minga hasad, nafrat yoki muttahamlik bor holatda hech uyquga yotmadim deya javob beradi. Oriflarning ro'zasi bo'lmish qalb ro'zani tutuvchilar bormi? Shoir aytadi, oriflar ro'zasi ichra olamlar Robbi rizosi istash bordir. Har zamon ular qalbi soyim, sahar vaqti hollari istig'fordadir. Allohim qalbimizni to'g'ri yo'lga boshlagin, ularni iymonida sobit ayla. Barchalarimizni qilayotgan ibodatlarimizni va tutayotgan ro'zalarimizni Alloh azza va jalla qalbimiz ro'za tutmoqligini va hamma joyimiz ro'za bo'lmoqligi darkor. Ro'za tutuvchi inson doimo o'zini yaxshi odobini, xulqini, og'zini va barcha narsasini yomon ishlardan, Alloh taolo cheklagan narsalardan tiymoqligi yaxshidir. Barchalarimizni tutayotgan ro'zalarimizni xatolari bo'lsa, Alloh azza va jalla o'zi kechirsin. Gunohlarimizni o'zi, xatolarimizni o'zi mag'firat aylasin. Alloh taolo berayotgan ne'matlariga shukr qilishlikni, bugungi kunimizda turishlikni o'zi ham bir ne'matdir. Bugungi kunda turib iftorlik qilishimizga ham o'zi bir ne'matdir. Qalbimizni sal xotirjamlataylik va vasvasadan yiroq bo'laylik. Alloh azza va jalla rizq beruvchi zot, jonni oluvchi ham zot va jonni yana qayta beruvchi ham zot. Shuning uchun Alloh azza va jalladan qo'rqib, gunohlarimizni Alloh azza va jallaga aytganimizdan so'ng
uni ustida, ya'ni gunohlarimiz ustida ishlamoqligimiz kerak. Alloh azza va jallaga tavba qilib so'ramoqligimiz kerak. Azizlar, gapirsak, gaplarimiz juda ko'p. Shuni inobatga olmoqlik kerakki, qalbimizni tozalaylik. Qalbimizni Allohning zikri bilan tozalaylik, tavbamiz ila belimizni bog'laylik. Barchalarimizni tutayotgan ro'zalarimizni bexato o'zi dargohida qabul etsin, gunohlarimizni mag'firat aylasin. Bugungi iftorlik kunimizga ham yetkazgan Robbimizga hamd sanolar aytaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.